alaykum. Bu kvartiramiz ikkinchisi. Xuddi shunaqa kvartira, faqat ozgina kichkinaroq. Buni уже 3D pleklar tayyor. Va bu kvartiramizga ham novinniy pollar qo'yilib, уже stinalarni nolga olib chiqilgan, sanzurlari, kafellari tayyor bosilgan. Va bu yerda spalnimiz ikkita. Bu yerda hol qismlari, bu yerda TV zonalari bo'ladi. Bu yerda esa kuxonning, o'rtada esa rajna dveri bo'ladi va bu bolalar yotoqxonasini o'g'il bolalar uchun va bu yerda ikkinchi spalnimiz, ya'ni bu yana bitta spalni bo'ladi. Bu yerda garderobni shkafi joylashadi. Bu yerda esa spalnisi. Bu esa qizlar uchun yotoqxona qilinadi. Bu yerda spalni joylashadi. Bu yerda esa рабочий zonalar joylashadi. Bu esa spalnimizning birinchisida sanzur отдельный va bu yerda отдельный spalni joylashadi. Bu yerda esa shkafi joylashadi. Buni proyektlari hamma yo'g'i tayyor. Proyektlarni ko'rsataman. Qanaqa bo'ladi, xudo xolasa birga bir qilib chiqarib beramiz. Devorlari esa dekopol bo'ladi. Hozir vaqtda elektrika ishlari ketyapti. O'sha elektrika ishlari tugagandan keyin o'sha parketchilar tushadi va ishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Kvartiramiz o'sha devor qismlari bo'ldi. Mana sizlarga ko'rsataman hozir. Devor qismlarini tugatdik va bu yerda hol qismlari va ro'barada kuxonniy bo'ladi. Va bu yerda rajli dver bo'ladi. Shtobi xonani oshxonaning hidi chiqmasligi uchun maktabda eshik qo'yilgan. Bu yerda hol qismida ikkita eshik bor. Bu yerda oynali eshik bo'ladi. Bu yerda skrit eshik qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu kvartiramizda 3 ta sanzur bor va 2 ta spalni xona bor. Bu spalni xonamiz bittasi, bu esa ikkinchisi. Bu yerda sanzurimiz ikkinchisi, katta sanzurimiz bu. Bu yerda yana bitta spalnimiz bor. Bu yerga TV zona qilinadi va bu yerda spalni bo'ladi. Bu tomonda esa garderobni shkafimiz bo'ladi va bu yerda termomiz joylashadi. Bu yerda esa sanzurimizning uchinchisi. Bag'imiz o'sha detskiy xonamiz, bu yerda detskiy рабочий zona bo'ladi va bu yerda detskiy spalnimiz bo'ladi. Hozircha naminafonlar qo'yilib, devorlari nolga tortildi.